Aka kompyuterim buzilib qoluvdi, Windows o'rnatib bering. Jonga deylik, unaqa savollar. Dasturchi o'zi kim, nima bilan shug'ullanadi? Bugun shu mavzuga oydinlik kiritamiz. Dasturchilar web ilovalar, mobil ilovalar, o'yinlar yaratish bilan shug'ullanadi. Lekin Windows o'rnatish yoki kompyuter remont qilish bilan shug'ullanmaydi. Dasturchilar har xil bo'ladi. Misol uchun, front-end dasturchilar bor. Ular ilovalarni tashqi tarafini yaratish bilan shug'ullanishadi. Misol uchun, veb-sayt bo'lsa, veb-saytning rangi bor, to'g'rimi? Knopkalari bor, knopkalarni haq qo'yish kerak. Ularni bosganda qanaqa animatsiya bo'lishi kerak? Sahifadan sahifaga qanaqa o'tilinadi? Umuman ko'rinishi qanaqa bo'lishi kerakligini front-end dasturchilar yaratadi. Yana back-end dasturchilar bor, ular ilovalarning ichki tarafini yaratish bilan shug'ullanishadi. Server, ma'lumotlar bazasi, uni funksionali ustida ishlashadi. Yana mobil dasturchilar bor, ular telefonlarimizga ilova yozish bilan shug'ullanishadi, iOS, Android sistemalari uchun. Yana o'yin dasturchilar bor, ular telefonlarimizga, kompyuterlarimizga o'yin yaratish bilan shug'ullanishadi. Sizga qaysi dasturchilarning ishi qiziqroq tuyuldi? Kommentariyada yozib qoldiring.